Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi darsimizda sizlar bilan 3D Pixar uslubida multfilm yaratamiz. Buning uchun oldin biza ssenariy yozdirib olishimiz kerak. Imijlar uchun promptlar yozdirib olishimiz kerak. Keyingi darsda multfilm uchun rasmlarni yaratib olamiz va 3-darsimizda videolarga ovoz beramiz va yakuniy montaj qilamiz. Demak, birinchi darsimizda biz hozir ChatGPTga kiramiz. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek, ChatGPTda turibman. Endi bizaga ssenariy yozish uchun tayyor instrument, tayyor yordamchi kerak. Har bir darsda sizlarga ssenariy yozishlarni, prompt yozishlarni har xil uslublarini ko'rsatib boryapman. Bu safar sizlarga yana bitta uslubini ko'rsataman. Bu yerdan mana chap tarafda Исследуйте GPT degan joy bor, ya'ni ChatGPTning o'zini modellari bor. Boshqa bir foydalanuvchilar yoki ChatGPTning o'zi tomonidan yaratilgan tayyor GPT modellari bor. Shularning ichidan biza hozir bitta o'zimizga kerakini tanlab olamiz. Demak, Исследуй GPT ga kiramiz va qidiruv bo'limiga shunaqa deb yozamiz. Creative Writing Coach, ya'ni bizaga kreativniy tekstlar yozib beradigan yordamchi kerak, muallim kerak. Va enterni bossak, mana birinchi bo'lib bizada o'sha GPT model kelib chiqadi. Shuni bosamiz. Bu bot hisoblanadi. Botni bosgandan keyin pastdan начать chatni bosamiz. Chatni bosganimizdan keyin endi biza bunga biza bilan o'zbekcha gaplashib ol deb yozamiz. Ya'ni inglizcha yoki ruschaga o'tib ketmasin. Mana GPTimiz ishga tayyor. Endi bunga biza ko'rsatma berishimiz kerak. Ya'ni nima ish qilishligini aytishimiz kerak. Buning uchun qisqacha prompt yozamiz o'zimizni tilimiz bilan. Demak, unga mana shunaqa deymiz. YouTube uchun shorts multfilm o'ylab top. Janr sarguzasht. Bosh qahramon ayiqcha. Qahramonni tasvirlab ber va voqea qanday rivojlanishini o'ylab top. Ayrim sahnalarda kichik dialoglar qo'shish kerak. Shuningdek, muallifning kadr ortidagi ovozi, narratsiya uchun o'zbekcha matn ham yozib ber. Bu degani do'stlar, hozir bizda personajlarimiz ham gapiradi va kadr ortida o'sha diktor ham gapiradi. Ushbu promptni jo'natamiz. Mana ChatGPT ishlab boshladi va bizaga qisqacha nima ish qilishligini, ssenariyni yozib berdi. Bir chetdan o'qib chiqamiz. Agar bizaga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, keyin ikkinchi promptni jo'natamiz. Ikkinchi promptimiz mana shunaqa. O'ylab topilgan syujet asosida tasvirlar generatsiyasi uchun promptlar tuz. Har bir promptda bosh qahramonning tashqi ko'rinishini, kiyimlarini va mayda detallarini batafsil tasvirla. Har bir sahnada qahramon tashqi ko'rinishining bir xil tavsifini majburiy tarzda takrorla. Shuningdek, kadrda muhit, atrof va qahramonning qilayotgan harakatlarini ham qo'sh. Bu degani biza har bir promptda, ya'ni biza referens sifatida ayiqchani yoki quyonchani rasmini bermaymiz. Mana shu promptni o'zidan bizaga ayiqchani tasvirini yaratib berish kerak va har bir promptda, har bir keyingi sahnalarda o'sha ayiqchani tasvirini yoddan chiqarmagan holda, chetga chiqmagan holda iloji boricha bir xil ayiqchalarni yaratib berishi kerak. Shuning uchun biz unga shunday buyruq berdik. Promptni jo'natamiz va ChatGPT bizaga so'ragan narsamizni beradi. Mana umumiy uslub barcha promptlar uchun ichki kontekst deb mana o'qib chiqsangiz, birinchi sahna, ikkinchi sahna, izlardan ergashish, uchinchi sahna, quyoncha va ari, to'rtinchi sahna, do'stlik va bo'lishish. Va prompt oxirida ChatGPT bizaga agar xohlasang Midjourney, Leonardo, DALL-E uchun alohida prompt moslab beraman deyapti. Bu juda yaxshi. Biz aynan bugun sizlar bilan Leonardo AIda rasmlar yaratamiz. Shuning uchun biz bunga xo'p, Leonardo AI uchun moslab ber deb yozamiz. So'rovnomani jo'natganimizdan keyin mana oldingi bergan promptlarni endi Leonardoga mos qilib, Leonardo AIga mos qilib yaratib beradi. Ya'ni Leonardo AIda asosiy prompt bo'ladi va negativ prompt bo'ladi. Negativ prompt bu
biza ko'rishimiz mumkin bo'lmagan, kerak bo'lmagan detallar, ya'ni rasmlarda yozuvlar, barmoqlarda 6 barmoq, 7 barmoq yoki juda realistik rasmlar bo'lmasligi uchun qanday parametrlarni ko'rmasligimiz kerak bo'lsa, o'shalarni negativ promptga yozadi. Demak, mana bizaga to'liq promptlar komplektini yozib berdi ChatGPT. Rasm uchun, video uchun hammasini yozib berdi. Barcha promptlar komplektini yaratib berdi. O'qib chiqadigan bo'lsak, zo'r tanlov Leonardo 9/16 vertikal format uchun quyidagi to'liq moslashtirilgan tayyor promptlarni beraman. Promptlar multfilm uslubida, qahramon dizayni har sahnada mutlaqo bir xil va YouTube Shorts uchun ideal. Leonardo sozlamalari mana birinchi sozlamalarni beradi. Qanday sozlamalar qo'yish kerak, nimalarni yoqib qo'yish kerak. Endi bularni ish jarayonida yana ko'rib chiqamiz. Birinchi sahna ozgina bo'lsa ham prompt o'zgargan va bu yerda negativ prompt ham bor. Negativ prompt mana ko'rib turibsiz. Realistik, ya'ni realistik rasm bo'lmasin degani, horror dedi, horror rasm bo'lmasin, juda qorong'u rasm bo'lmasin, qo'rqinchli bo'lmasin, yuzlar xafa bo'lmasin, ekstra bo'lmasin deyapti, deformatsiya bo'lmasin, qo'llar, ya'ni boya aytganimdek, barmoqlar ko'p yoki 3 ta qo'l deformatsiya bo'lmasin va blur bo'lmasin deyapti, blur va rasmni ustida tekst va hech qanday watermarklar bo'lmasin. Bu negativ prompt. Bu ham juda kerakli narsa. Ikkinchi sahnamizda ham shunaqa asosiy prompt, negativ prompt va keyingi sahnalarda ham xuddi shunday. Endi bularni do'stlar keyingi darsda Leonardo AIda rasmlarga aylantiramiz.